Rubrika Xitoydan kelgan tovarlarni rasmda va hayotda qanaqa kelganini solishtirib ko'ramiz. Tovarlar juda ham ko'p. Men bitta videoga sig'dirishga harakat qilaman. Wow. Buni kachisi juda ham dahshat ekan, o'rtoqlar, juda ham. Orqasini qaranglar, chiroyliligini. Turish shunaqa turadi. Kachisini ko'ringlar, mana materiallari. Hozir ularni kachisini ko'ramiz. Shunaqa temno-siniy rangda. Materiali yozga mos. Yaqindan ochiqroq bo'lib ko'rinyapti, lekin rangi temno-siniy. Bellari mana shunaqa bo'lgani uchun bu obligat qilib turadi. Keyingisi. Bu ko'ylak. Nima bu? Biz buni chiroyliligini ko'rib og'zim ochilib qoldi. Wow! Dahshat. Mana virezi bor. Agar o'zimniki bo'lganda точно kiyib ko'rsatardim. Qaranglar chiroyliligini, yenglarini. O'zimga ham zakaz qilsammikan? Qaranglar buni nejniyligini, yenglarini-chi. Keyingisi. Obligat qilib turadigan kofta. Mana shunaqa kachistvasi. O'zini shunaqa oldida galstugi bor va taxminan shunaqa turishi. Bu skins futbolka. Shunaqa yopishib turadigan futbolka. Kachistvasini ko'rsangiz bo'ladi. Mana materiallari yaxshi, havo o'tkazadigan material. Keyingisi. Bu juda ham nejniy koftichka. Buni kachistvasi qanaqa kelishiga rosa ham qiziqdim to'g'risi, chunki juda ham chiroyli turadi. Voy, mana buni shirinligini qaranglar, mana buni. Buni yubkalar bilan kiysanglar, ayniqsa juda ham zo'r turadi, juda dahshat. Materiali ham yaxshi, havo o'tkazadigan. Bunaqa kiyolmayman deyapsizki. Videoda ko'rsatilgan barcha mahsulotlarni aynan shu Telegram kanal orqali buyurtma berishingiz mumkin. Shu bilan raspakovka videomiz tugadi. Menga obuna bo'lishni unutmang.